Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun 16 va 17 bilet tahlillarini ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Qisman ortish usuli bilan avtomobilni shatakka olishda yo'lovchilar qayerda bo'lishlari mumkin? Albatta, shatakka oluvchi avtomobilning kabinasida bo'lishadi. Qaysi javobda ruxsat berilgan harakat yo'nalishi to'g'ri ko'rsatilgan? Ushbu jarayonda biz yo'l belgilariga e'tibor qilamiz. Qaranglar, mana bu vaqtinchalik belgi. Biz har qanday holatga, даже svetoforda ham vaqtinchalik belgiga e'tibor qilamiz. Vaqtinchalik belgiga sababi vaqtinchalik belgi yo'l transport hodisasi oldini olish yoki vujudga kelishi mumkin bo'lgan nima desam bo'ladi, xavfli holatlarni oldini olish uchun o'rnatiladi va bunga biz bo'ysunishimiz kerak. Shu sababli biz faqat to'g'riga harakat qilamiz, chunki vaqtinchalik belgi turibdi. To'xtash taqiqlangan belgisi bilan birga bordyurning usti bo'ylab uzluksiz sariq chiziq chizilgan joyda yo'lovchilarni tushirishga ruxsat etiladimi? Faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalariga ruxsat etiladi. Temir yo'l izlarini qayerda kesib o'tishga ruxsat etiladi? Albatta, belgilangan joylar. Chorrahadan ikkinchi bo'lib o'tadi. Qaranglar. Qizil va ko'k asosiy yo'lda bu holatda ko'k chorrahaga chiqadi, qizilni o'tkazib yuboradi. Keyin sariq bilan ko'k bir vaqtda o'tib ketaveradi, chunki bir-biriga noqulaylik tug'dirmaydi. Qaysi holda avtomobilning ag'nab ketishiga qarshi turg'unlik ortadi? Albatta, og'irlik markazi pastda joylashgan. Hamma tasmalar band bo'lganda serqatnov harakatlanish vaqtida qayirib olishga ruxsat etiladimi? Albatta, ruxsat etiladi istalgan paytda. Haydovchi qayta tizilishdan va harakatlanish yo'nalishini o'zgartirishdan oldin nima qilishi zarur? Ushbu manevr xavfsiz bo'lishiga va harakatlanishning boshqa qatnashchilariga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilish kerak. Tos suyaklari singanda birinchi yordam qanday ko'rsatiladi? Buni yodlab qolish kerak. Shikastlanganni qattiq tekis yuzaga yotqizish, bukilgan va ikki tomonga berilgan tizzalarning bo'g'inlarining ostiga bo'ri shaklida o'rama qo'yish kerak. Sanab o'tilgan shartlarning qaysi birida transport vositasidan foydalanish taqiqlanadi? Oynada tozalagichlar belgilangan tartibda ishlamaydi. Ishlatilgan gazlarni chiqarish tizimi nosoz. Ishlab chiqarilgan korxona tomonidan ko'zda tutilgan orqa himoya vositasi, loy to'sqich va sachatmagichlar bo'lmasa. Sanab o'tilgan hammasida. Xo'p, tugatdik. 16ni, ana endi 17ga o'tamiz. Xo'p. Qaysi belgi yo'l qismida maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish mexanik vositalari o'rnatilganligi haqida axborot beradi? Albatta 3. Qaysi yo'nalishlarda harakatlanish taqiqlanadi? Yo'l belgisiga e'tibor qilamiz. Demak, chapga va o'ngga taqiqlangan. Chapga va o'ngga. Qaysi belgi gabarit uzunligi belgisida ko'rsatilgandan uzunroq bo'lgan transport vositalarining harakatlanishini taqiqlaydi? Ikkinchi savol. Suratda tasvirlangan holatda haydovchi nima qilishi lozim? Suratda tasvirlangan holatda haydovchi bekatda turgan bir yo'l xil yo'nalishdagi tramvayga borayotgan yoki undan kelayotgan piyodalarga yo'l berish kerak. Chorrahadan ikkinchi bo'lib qaysi avtomobil o'tadi? Xo'p, qizil va yashil asosiy yo'lda qizil chorrahaga chiqadi, yashilda o'tkazib yuboradi va ikkinchi bu chorrahadan o'tadi. Kunning qorong'u vaqtida yo'lning yoritilgan qismida harakatlanayotgan mexanik transport vositasida qaysi chiroqlar yoqilgan bo'lishi kerak? Farlarning yaqin yorituvchi chiroqlari. Chorraha qismida kesib o'tgan yo'lga nisbatan asosiy bo'lgan yo'lda transport vositalarini quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. Qaysi javobda shatakka olingan transport vositasidagi yoritish asboblarini yoqishning to'g'ri holati ko'rsatilgan? Kunning qorong'u vaqtida yoki tuman bo'lgan sharoitda farlarning yaqin yoritish chiroqlari yo'q. Avariya yorug'lik ishoralari u nosoz bo'lganda yoki bo'lmagan hollarda uning orqa tomoniga avariya sababli to'xtash belgisi o'rnatilishi kerak. To'xtatib.
Quyidagi 327 to'xtash taqiqlangan belgisining amal qilish chegarasi qayerda? Buni amal qilish chegarasi mana bu pastdagi sariq chiziq bor, shuni oxiri bo'ladi. Va birinchi chorrahada aholi yashaydigan joyning oxirida, yo'lning yotiq sariq chizig'i oxirida bo'ladi. M1 toifadagi transport vositalari shinalari protektori naqshining qoldiq balandligi necha millimetrdan kam bo'lmasligi kerak? 1.6. O'ylab qolish kerak bu savolni. Mana bugun tugatdik. 17 ni ham. Savollar bo'lsa kommentlarda qoldirasizlar. Telegram, YouTube, TikTok sahifalarimizga obuna bo'linglar. Yangiliklar kuzatib boringlar. Jonli efirlar to'g'risida ma'lumot ham berib boramiz. Rahmat, sog' bo'ling.